Şu Rabbinin tarafiga qaytqin. Fadkhuli fi ibadi va dukhuli jannati. Bandalarimning ishiga kirgin, jannatimga kirgin degan nidolar mo'minlarga beriladi, musulmonlarga beriladi. Qani shu oxirgi hayotimiz uchun tayyorgarlik qildikmi? Yana holatda o'zidagi huquqlarlar, ikkinchisi o'zining yoshlik hayotini Allohning toat ibodatida o'tkazgan yosh yigitlar, yosh qizlar. Uchinchisi mana qalbi Allohning masjidlariga bog'langan, masjidning masjidga kirgisi va mushundoq bandalar, namozni kim namozni saqlab turgan bandalar, peshin bo'ldi, asri qachon bo'lar, asri bo'ldi, sham qachon bo'lar, sham o'qidi, uxtan qachon bo'lar, uxtan o'qidim, sani bombatni vaqtida o'qiy olamanmi, o'qiy olmaymanmi degan holatda mana mushundoq namozni kim namozni saqlab turgan bandalar va o'ng qo'li bag'rini so'l qo'li tuymug'idek holatda ixlos ihson qilgan bandalar, xoli o'rinlarning o'zida o'zing gunohini aslab hayotidagi Allohning oldida ashundoq buyruqlarni ijro qilmaganligini aslab, o'zining gunohi uchun yig'lab qatodat aynohu ko'zlari yosh to'kkan bandalarni Alloh arshining soyasiga yetkazdi. Oldiga gunoh ma'siyatli keldi, haromlar keldi, zino fohishalar keldi. Har birining oldiga kelganda inni axofulloh robbil alamin. Men robbil alamin Allohdan qo'rqaman deb zino o'simi yana olsa, haroq o'simi yana olsa, kishining haqqi o'simi yana olsa, kishilarning Allohning diniga qattiq qiyomatlar o'sini yana olsa, men Robbim Allohdan qo'rqaman deb ana shunday kishilarni Alloh arshining soyasiga yetkazdi dedi. Ularga Alloh taolo noma'mul daftarini o'zin beradiganligini, oldin beradiganligini, noma'mul daftari o'zin berilganligini unuqravu kitobiya, mening maktabimni o'qitaqaman, anni zanantu anni mulaqin hisobiya. Men hayotimda men mushu kunda, mushu hisobatimga uçuşumni o'zimda men jazmiyat qilgan edim. Men ishongan edim. Amaliyotga keldi, mening kitobimni o'qitaqaman deydi xalqi. Ammo o'shunda noma'mullik shu tarafdan, keyin tarafdan berilganlar halaki anni sultoniya, mening huquqim asqatmadi, iqtizodim bilan Allohning azobini qutqizolmadi. Mana o'shunda va'vayla hasrat nidomatlarni qildi. Ya laytani lam uti kitabiya, mening kitobim berilmagan bo'lsa, men hayoti dunyoda o'lgancha tirilmagan bo'lsam, kafir bo'lgan inson mana Allohning jazosini ko'rib, shu vaqtning o'zida kafirnim deydi. Va yasitman ya laytani kuntu turaba, men tuproqlab ketgan bo'lsam-kim, inson bo'lmagan bo'lsam o'lib ketgan, tirilmagan bo'lsam o'lib ketgan deb pushaymon qildi. Mana bu shunday va'dalarni Alloh taolo va'da qildi. Ilik keldi, pulsiratni va'da qildi. Bandalarning o'zini noma'mullarni Alloh taolo jillaydi xalqini va vaznu yawma izinil haq. Ashundoq haqiqat ekanligi, tarozi mizonning o'zi haq ekanligi, bandaga pulsiratni qo'yib Alloh taolo ashundan o'tkazadiganligi, mushu ummatning 70 ming ummatni Alloh hisobsiz jannatga akiradiganligini Alloh payg'ambarning tili orqali va'da qildi. Ana shuning uchun qani biz mushu dunyoda bir umr hayotimizni ishlagan vaqtida bo'ladi. Shuning uchun qani qanchalik tayyorgarlik qildik. Shu mukofotni qani qo'limizda olish uchun qanchalik shundoq bir tirish qildik. Eng oxirida Alloh taolo mu'minning eng oxirgi bekiti jannat bo'ladi. Jannatga kirgandan keyin Allohning tarafidan salamun qawlan min robbir rahim. Alloh tarafidan salomlar keladi. Assalomu alaykum ya ibadi. Mening salomim sizlarga bo'lsin ey bandalarim. Alloh salom qiladi mu'minlarga. Alloh taolo hatto bandalardan so'raydi, hal rozitum. Ey bandalarim, sizlar mendan rozi bo'ldinglarmi deydi. Mu'minlar deymizki, ey Alloh bizga rozi bo'lmagan nima ta'timiz bo'lsin. Sizlar bizni ko'zimiz ko'rib boqmagan, qalbimiz ichib boqmagan, bizning hech qanday bir ko'rib boqmagan nozi ne'matni bersizlar. Bizning hasatimiz bo'lsin, rozi bo'lmagan desa, Alloh aytadi, ey bandalarim, mushu bergan ne'matimdan minatchi hasib bir xush xabar bor. Uni sizlarga bermaymanmi? Ba'zi Allah. Allah aytadi, "Fala asqatu alaykum abada." Men sizlarga manguga açıklamayman ey bandalarim. Rabbim Allah açıklab qolgancha va ne'matni tatvatgancha va jannatga chiqarayotgancha o'zini aytmoqlar. Manguga sizlarga açıklamayman. Allah mana mu'minlarga shuni va'da qildi. Ilohikin Allah o'zining jamolini ko'rsatganligini va'da qildi. Vujuhu yawma idin naziratun ila robbiha nazira. Ko'rkam chiroyli yuzlar va o'zining Robbiga qarab turuvchi yuzlar va Robbini ko'radigan yuzlar va mana Robbil alamin Allah jamolini
güçlüdür. Al Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabını söyledi Allah'ın Peygamberi. Biz iman etip hayırlarını işendik. Kraliyetimizdeki vaxtıda Peygamber istem kralı istedi. Kralı istediğin çağda evvelin ahirin tamamı şeyler çılgın çıksa biz Rabbimizi kralı işte kısılıp kalırız mı? Kallımız değil mi tahtım Rabbimde kırılay. Oturup pürüm Rabbimde kırılay diyemiz mi? Diyendi Peygamber aleyhisselam. Seteravuna Rabbekum kema teravunel kamera leyleten